Bizani Baspar sistemamiz O'zbekistonda ikkita proyektda bor. Pyramid Tower proyektimizda mana shu Baspar sistemasi va Hilton proyektimizda bor. Baspar sistemasi nima qilib beradi o'shani aytaylik. Bu yong'in xavfsizligi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan zdaniyalarda ishlatiladi. Ya'ni asosiy kuchlanishdagi kabellarimiz, katta kuchlanishdagi kabellarimiz mana shu sistemaning ichidan o'tadi va yong'in xavfsizligini oldini oladi. Ya'ni har qanaqa qisqa tutashuvlar yoki har qanaqa misol uchun kabelda bo'ladigan zararlarni tashqariga yong'in xavfsizligi bo'yicha chiqarmaslik uchun, ya'ni yong'in xavfsizligini birinchi o'ringa chiqaradigan narsa. Zdaniya bu narsa O'zbekistonda ikkita obyektda bor. Bu ham xavfsizlik jihatdan, ham komfort jihatdan, ham ekspluatatsiyasi, servisi, qulaylik jihatdan Dunyo va Yevropa standartiga javob beradi. Xuddi shunaqa. Ya'ni qisqa qilib aytganda, Dubayda Burj Khalifa, Toshkentda Pyramid Tower. Yashay.